Yo'q, hamma salom bo'lsin. Sizlar bilan men Stefan. Bolalar, bu videoda biz artefakti uyini o'xshatishga harakat qilamiz. Birinchi bo'lib mana bunday qilamiz. Mana bularni o'ldirib tashlaymiz. Yo'qol. Yo'qoldi. Ana. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. 1 yo'q, sal uzoqroq. 1 2 3 4 5. 5 ta bo'ladi, bu yerga o'tmaydi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. Let's go. Menimcha to'g'ri qilyapman desam, uje adashdim bolalar. Uje adashib ketdim. Nimayli qilib ko'ramiz. Xatoliklar bo'lsa kommentga yozib ketasizlar. Uje o'zi o'xshamaydi, bilaman. Sizlar kommentga hozir o'xshashini ko'rasizlar. Endi bu yoqqa 4 ta qilamiz. Buni bittasini sindirib tashlaylik, mayli. Sindirib tashlaymiz. Bunaqasiga 5 ta, bunaqasiga 7 ta bo'ladi. 3 ta qilamiz. 1 2 3 ta qilamiz. 1 2 3 ta qilamiz. Keyin buni olamiz. Mana, rovna to'g'ri qilibman. Mana bu yerda oynaga joy ortib qolishi kerak. Bu tomonda bu tomonga oyna qo'yib yubordim, bilmadim, lekin qani unda tekislab chiqishni boshlaymiz. Opa. Hoppale. Let's go. Endi bunaqasiga yana shunaqa ketaveramiz. Keyin mana bu yerda uni artini uyiga kirish bo'ladi. Kim biladigan bo'lsanglar, mana bu yerda mana shunaqa oyna turadi. Mana shunaqasiga qo'yib qo'yasizlar. Keyin mana bunaqa, bu yoqqa oyna bor ekan. Bu yoqqa oyna. Keyin mana artini uyi o'xshayapti. Kommentga yozinglar agar o'xshatgan bo'lsa. Stop. Bo'ldi, qidiraman masjiddan. Eshik. Let's go. Eshikni qo'yamiz. Mana uje ikkinchi etajga endi ko'tariladigan joy bo'ladi. Mana shunaqa to'g'risidan qilasizlar. Ko'tariladigan joyda. Keyin endi mana bunaqasiga qo'yib chiqamiz. Kommentga yozib ketinglar qanchadan o'xshashini. Agar keyingi qismda agar mana shu videodan 5 tadan ko'p like kelsa, men keyingi qismda kompotli uyini qurib ko'raman. O'xshagan bo'lsa, albatta kommentga 10 dan nechadir barib berib ketinglar. Chunki men bilishim kerak. Mana bu yerda yana narsalar turadi. Men qurib ko'rganman. Uje ikkinchi marta qurishim. Endi 2 marta bo'ldi, chunki tayyorlanib oldim. Endi ichini ham bezatamiz. Sariq kravat olamiz, yana nimadirlar. Kravatni buncha ko'p oldim. Endi bitta narsani bekor solibman-da bor-ku. Mana bunaqa narsadan olamiz. Sizlar ham xuddi mendaqa qilinglar. Keyin sandiq olamiz. Sandiq. Sandiq deganim sandiq olinmay qoldi. Endi esa mana bunaqa narsa olishinglar kerak. Keyin mana bunaqa sandiq bor-ku, sandiqning boshqachasi. Mana shunaqadan xohlagan ranglarni olasizlar. Men o'zimda yoqtirgan ranglarimni olaman. Mana. Endi bu yerga buni qo'yamiz. Buni va buni pastga o'tirib qoldi. Buni qo'yamiz va bu yerga buni qo'yib qo'yamiz. Keyin esa mana bu ikkalasiga tepada turadi va stop. Va mana buni qo'yib qo'yamiz. Va mana. Va so'zini ko'proq ishlatyapman. Bolalar, agar o'xshagan bo'lsa kommentga albatta yozib ketinglar. Keyingi qismda kompotli uyini qurib ko'ramiz. Ichiga xohlagan narsalarni qo'yishinglar mumkin. Men mana bunaqa narsalarni qo'ydim. Mayli, bitta qo'yamiz. Qorasidan bitta qo'yib qo'yamiz. Keyin mana bu yerda ham qana o'zini narsalari turadi, bilsanglar kerak. Mana bu yerga va bu yerga bir dona ko'k qo'yamiz va olmos olamiz endi.
ichiga legendarniy olmos solib qo'yamiz. Kommentga yozib ketinglar. Yozmasanglar o'rgimchak odam uxlayotganlarga, bashariylarga to'rini otib ketsin. What the fuck? Dahshatmi? Keyin mana bunaqa qilasizlarda xohlaganinglarcha olmos solibga chiqinglar. Olmos solib chiqasizlar, men olmos solib chiqaman yoki xohlagan narsalarni solishinglar mumkin. Men olmos solgim keldi va endi olmos solmoqchiman. Ko'p xatoliklar bo'lyapti-da borki gapimda. Bolalar albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki meni obunam juda ham kamayib ketyapti. Bu yerda tursin. Yana bugun ham yana ikkita odam obunasini olib qo'ydi. Lekin bittasi insofli ekan, yana obunasini qaytarib qo'ydi. Yoki u boshqa odam edi. Oppa. Op va op. Mana let's go bro. Mana endi uxlayveramiz. 6 minutda qurdim. Bolalar sizlar 6 minutdan ham kamroq vaqtda qurishga harakat qilib ko'ringlar. Chunki men ichiga narsalar qo'shdim. Endi uxlayveramiz. Va mana shu yerdan turib bolalar baho qo'yinglar. Qani let's go kommentga yozib ketinglar. Nechadan necha ball berishinglarni. Hammaga xayr, sizlar bilan Stefan bo'ldi. Agar keyingi qismda biz kompotni uyini quramiz. Uning uchun sizlar albatta kommentga tushinglarda necha ball bo'lganini va ondan nechadir ball yozib ketinglar yoki o'xshadimi, o'xshamadimi yozib ketinglar. O'ylashimcha o'xshadi. Hammaga xayr, sizlar bilan Stefan bo'ldi.